Kevin. Bu juda ham hazilkash. Skin esa Steve. Bu Kevin o'rtoqlarning oldida. Qalaysan, do'stim? Bu esa uning amakisi. Kelayotgan amakisini oldida esa Yaslon aka, amaki yaxshimisiz, yaxshimisiz? Amaki tutdim. Baki, ha. Senga savolim bor. Qanaqa ekan savol? Yoshing nechida? Yoshim 12da. Suribdi. Qancha? Salomlar, biz hozir bizneslar o'ynaymiz va men hozir kattagina chiroyli klubdaman. Bola korpuslar juda ham chiroyli nimalar. Mana Steven tashqari chiroyli skinlar va ba'zida bor mini game. Beta anarxiya, survival, 2v2t va bunaqa preview kattagina ko'rsatilgan bolalar Bag'da hozircha onlaynlar juda ham ko'p. Bu xilniki o'zi asli juda ham ko'p. Mana bola parkur ham bor. Ko'rib turibsizlar. Bunda har 10 ta sakraganimizga bitta olmos qo'shiladi. Mana shu olmoslaring mana. Ba'zi bola biz bilan kuchayotgan bo'ladi. Mana bola tavadan bityapti. Demak bitta olmos bola IP'ni mashaqda chiqib turibdi. Mana masha IP'ga kirib o'ynaydigan bo'lsalaring o'yinlar juda ham qiziqarli. To'g'ri men aytdim. Boya videoda aytdim. Mana shundan so'radim $500. Krem akaga bersam, limon akaga bersam, rank bo'ladi dedim. Yo bola bag'da halol, qanaqa pora mol berilmaydi. Bag'da helper olish uchun adminlarga har bitta o'zining helperi bo'ladi. Bag'da pora degan narsa yo'q. Bu $500 ga rank berilmaydi. Sal arzonroq, ancha arzon. Bu puliga albatta arziydi. Bolalar donat keysdan ham 25 mingga bola mana ko'rsatib qo'yaman. 25 mingga 3 ta dona, 10 ming so'mga bitta dona. Bola donat keysdan ham ochib omadilarini sinab ko'rdilar. Badana bo'ldi endi. Xullas, Bisman server juda ham zo'r. Va ko'rib turibsizlar, manadagi kamon mazdakslikka o'xshaydi, xuddi o'zi anarxiya birdagi odamlarni ko'ramiz. Onlaynlar ko'p, zo'r. Bola xullas biz xubiga chiqib ko'radigan bo'lsak, xubda o'sha mana olmoslar va mana ham katta parkur davom etgan. Afsuski baqa biz chiqolmaymiz, kamon orqali chiqishimiz mumkin. Xullas bolalar bunaqa katta spiral parkur bor. Buni ishlaganga ancha vaqt ketadi. Xullas bu Bisman server Manstaxga solishtirganda ancha nimalar ishlangan, aktivniroq. Negachalaring xubni o'zida даже katta karta egallaydigan spiral parkur bor ekan. Bu juda ham e'tiborga sazovor. Xullas Bisman serveri juda ham zo'r va chiroyli ishlangan. Mazaq o'yinlar server IP'si kommentariyada va описаниеda bo'lishi kommentariya yoki описаниеda bo'ladi va mana bu chiqib turibdi, ko'rib turibsizlar. Albatta mana bu bolalar uzr adashibman. Men Telegram kanalim o'ng tomonda, Bisman Telegram channeli chap tomonda. Albatta obuna bo'linglar. Maroqli xordi tomoshaga. Kevin juda ham parkurda yoqtiradi va o'zi yolg'izlikda sayohat qilishdi. Men parkurdan o'taman hozir. Hoppa. Yo. Kevin ba'zida yutqazadi, lekin o'ziga ishonadi. Men albatta o'taman. Albatta o'taman. O'taman albatta. Kevin yutadimi o'zi? Mashaqdan o'tish qiyin ekan.
Hoppa o'tdik. Hoppa. Qarchi bolalar oxirgisi bu o'tishimiz kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Kevin yutaladimi? Agar yutolmasa, bu serverdan bu nimadan kartadan chetlatiladi. Yes, o'tdim. Endi qayerga borishim kerak? Qanaqa chiqib oladimi? Tegib bo'lmayapti, baqa. Bu uning ukasi, akasi, Kyle. Aka. Nima deysan? Sizga bitta savolim bor. Pashona. Ye bila aka. Aka. Nima deysan? Boya nimaga mendan qochib ketdingiz? O'tgancha qanaqa savolim bor edi. Serverim to'g'ri edi. Ha, nechasiz? O'zing bilmaysanmi? Yo'q, bilmayman. Kevin juda ispas bola bo'libsan. Bor yo'q, 10 yoshmandiman. Bo'pti, bilaman, shunchaki so'radim. Bilsendan qo'y so'raysan, yo'q. Bu esa Kevinning dadasi. Bu birikta bizneslari bor va o'zicha kevirlarniki tikan. Men dadamni topishim kerak. Dada qayerdasiz? Kimman? Ha. Salom dada. Alaykum assalom. Nima xohlaysan? What the fuck? Bo'ldi. Lashtirliklar o'zaro chiqyapti. Bir yo'la hali hamma tushunib bergan kerak. Lina ham shatdami? Dada, menga pul kerak. Qancha kerak? $500 kerak. Nimaga? Anarxiyada o'ynayotgandim. Takrim Kral degan odam bor edi. U Ovner va Limon aka bilan kelishib oldik. $500 bersin, senga rank beraman deydi. Bo'pti, o. Qani dada, cho'ntagimga solib qo'ydim. Rahmat katta akam. Bo'pti, ko'rishamiz. Rahmat. Salom, Limon aka. Alaykum assalom. Bag'da pora berilmaydi $500 ga. Adam pul beradi, rank bermaysizmi? Yo'q, afsuski. Bizda juda ham bizda juda ham arzon ranklar. Atiga 200 mingga va shu narxlarga bismaydi. Butun umrga beramiz. O, juda ham zo'r-ku. 80 ming esa 80 mingga bir oyga beramiz. Juda ham arzon. Sotib ol albatta. Ha, sizdan sotib olaman. Va birinchi narxga kirsangiz, ko'rib turasiz. Change free deb yozishingiz kerak bo'ladi. Mana nima qilaman endi bog'da? Limon aka. Xullas, bog'da Hero, Adventurer va Starter ketib rank bor. Bular 24 soatga beriladi har bittasi. Hero 300 daqiqa o'ynasangiz, Adventurer 90 daqiqa, Starter esa 30 daqiqa o'ynasangiz beriladi va ko'rtiribsizki, vaqtda juda yangilanishlar bor. Klan va Vibe'dan keyin juda katta yangilanish, klan va bunaqa efektlari va juda ham chiroyli ishlangan. Odamlarni titllari ham chotki, softverlari ham borlar. Mana ko'rtirsizlar, softver birinchi o'rinda va ko'pchilikda rank bor. Atiga bu yerda 7 kishi ranksiz xolos. 8 yoki 7 kishi. Albatta bismillah serialiga kiring. Rahmat sizga, Limon aka. Bismillah albatta o'ynayman. Bolalar, mana biz hopda cho'milyapmiz. Qaribchi bolalar, sizlar ham albatta bismillah serveriga kirib o'ynanglar, rank olinglar va maza qilib
o'ynalar, o'rtaga tiriklar. Bola mana nikim, mana Mirek CMC. Ko'rasizlar o'zlaring. Ular kim bilan kim mana tim olgisi kelsa, bemalol tim bo'laman. Albatta aziz obunachilarim uchun bolalar Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Mana Telegram kanalim hamma shunga o'tib o'ng tomondagi juda ham chiroyli prevyular yasayman. Banner va modlar tashab turaman hammalaringga. Video yasaganlarimni ham nimadan qilganim, qanaqa effektlardan qilganim albatta tashlayman. O'tib albatta ko'ringlar. Telegram kanalimga obuna bo'linglar. Tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak.